Doston qarang. Juda ko'pchilik O'zbekiston yoshlari, talabalar bu yoqqa keladi o'qishga, universitetga. Ularni aql xayoli o'qishdami yoki ishlashdami Dubayda? To'g'risini aytsam, o'zimni nima boshida fikrim ishda edi. Lekin kelib, atmosferani ko'rib, naborot menga o'qish yoqib tushdi. Chem nimadan ishdan ko'ra o'zimni karyera qilmoqchi bo'ldim. Uje ishni shunday chetga surib, uje o'qish bilan shug'ullanib, kakishdek har kuni darsga kelib, kelmaydigan kunlar ham bo'ladi-yu. Kakishda O'zbekistondek, men bu yoqda nima qiladi? Qaysi yo'nalishda o'qiysiz? Hotel and restoran management. O'zimizda tilida aytganda nima? Gostinitsa и restoran management. Aksariyat qaysi davlatdan ko'p talabalar? Talabalar aksariyat O'zbekiston va Rossiyadan ko'proq. Bu esenga o'zimizda O'rta Osiyodan, Markaziy Osiyodan uncha ko'p emas. O'zbekiston anchagina shu yil ko'paygan. O'tgan yillarda boshida uncha emas edi. Hozir особенно O'zbekiston va Rossiyadan Rossiya o'zi filialdan perevod qilyapti bu yerda. O'zimiznikilar endi qiziqib nima qilib o'tyapti. Universitetda plyus taraflari va minus taraflari. Endi to'g'risini aytsam, hozirgacha minus tarafini ko'ra olmadim. Plyus taraflar oldin aytganimdek anchagina o'ziga yarasha boshida o'zi nima yo'q edi. Uncha endi ochilgandi bizlar kelgan vaqtda. Bibliotekasi bu polni bitmagandi, nimalar yo'q edi, kompyuterlar sharoit uncha ham emas edi. Hozir lekin polni hammaga sharoit qilib, individualni dars xolasiz individualni o'qitadi. Nima qilib sharoit qarab nima qiladi? Kelajak rejalaringiz. Kelajak rejalarga o'tsak, xudo xolasa bu yil nimamiz boshlanamiz, praktika boshlangan. Universitet tomonidan har xil firma, gostinitsalar, restoranlar nima qiladi? Kompaniyalarga gruppamiz bor o'zimizda, tayyorlaydi, kim qaysi xohlasa, nima qilib, submit qilib, registratsiya qilib tayyorlaydi, chaqiradi intervyu. Avval nima? Bir 6 oy praktika, keyin ofitsialniy ishga kirib, xudo xolasa 4 kurs o'qigandan keyin universitet o'zi praktikaga yuboradi. Shunday bo'lsa agar bu yerda programma 3,5 yil и 6 oy praktika. 6 oy praktika, 3,5 yil o'qish, faqat o'qish. 6 oy chista praktika qiladi. Sinerjida o'qish necha pulga tushadi kontrakt 1 yilga? To'g'risini aytsam, har yil har xil. Bitta narx emas bularda, bitta nima qilmaydi. Endi misol bir yil bizlar 50% skidka va ba'zilarga 30% qiladi, ba'zilarga 20%. U ham qanaqa? Men tushunganim bo'yicha. Nimadan kelib chiqadi bu skidka? Tushunganim bo'yicha undan oldingi qayerga yoqqan bo'lsangiz, uchrajeniya o'shanga qarab, ma'lumotga qarab, o'sha bilan menimcha taqqoslab, balli nima protsent berish ham mumkin. Lekin o'zinglarni ham nima ozgina nima deydi endi? Jalb qilishga deydimi, boshqa deydimi? Nima qilsa 1 yillik kontraktda necha pul mana hozir? Offlaynda necha pul, onlaynda necha pul? Skidkasiz. Onlaynda 500. Oyiga. Oyiga. Yo'q, bitta semestr. Bir semestr. Bitta semestr $500. Kakishtingda ekzamen, hamma narsa chotki bo'ladi, onlayn nimalar hammasi. To'xtang, shuni bitta tushuntirib bering. Onlayn o'qish tartibi qanaqa bo'ladi? Onlayn o'zining programmasi bor. Sayt desak, programma ham saytda rasmiy sayt bilan ishlaganman. Sayt bilan nima qilib полный video dars и keyin nima deydi? Prezentatsiya video dars. Video darsda minimum 7-8 minutlik nima. Polni shuni tushuntirib nima beradi o'qituvchilarning o'zi. Oxirida har semestrning oxirida imtihon topshiradi. Imtihon 1 soat, 30 ta nima, test 1 soatlik nima. O'sha polni nima qilib, atsamet qilib o'zi nima qilib o'tdimi yo'qmi? Imtihondan o'tmasangiz. Nima sdacha? Nimada onlaynda shunaqa nimasi bor, plyus tarafi borki, agar bir marta o'tmasangiz 3 ta shans beradi. Shu 3-chisida yana shans berishi mumkin, lekin dekanatga avvalda imzo bilan chiqasiz, xat bilan shu uzr, bunaqa o'zlashtira olmadim, boshqa deb, ular yana bitta shans berish mumkin. Oxirgi marta maksimum 4 ta shans beradi. Offlaynda o'qishi tartibi qanaqa? Offlayn har kuni dushanba, juma dars. Dushanbadan jumagacha, shanba, yakshanba yerda asrni nima? Off выходной. Bir kunda minimum 2 ta yo 3 ta nima bo'ladi? Para bo'ladi. Para. 90 minutdan pereriflar bor o'ziga yarasha. Darslar. Imtihonlari qanaqa bo'ladi? Imtihonlari akademik departament deydi bularda.
imtihon boshlandimi, polni hamma narsa yig'ishtirib boriladi, strogiy qaqishlik. O'zbekistondan anchagina strogiy. Bizlar o'zimiz imtihonda ham telefon kirganda endi seriozli qilib aytsak, bu yerda qaqishlik hamma narsa yig'ishtirib olib, strogiy qilib qo'ymaydi. Shpargalka bunaqa narsalar yo'q. Hamma o'zini nimasi bilan kallasida nima his bo'lsa, o'shani nima qilib Haqqoniy. haqqoniy desak ham bo'ladi. Ha.